hech qaysi yo'nalish mamlakatni sportdek dunyoga tanita olmaydi. Akademik eshkak ish yo'nalishida esa o'zbekistonlik sportchilar allaqachon Markaziy Osiyoda yetakchi hisoblanadi. Men faxr bilan ayta olaman, ana shu yetakchi sportsmenlar Sirdaryo viloyatimiz vakillaridir. Agar bilmagan bo'lsangiz, bugungi podkastimiz sizlar uchun. Bugun ularning faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. O'rtoqlar, ilk sportchimiz juda ham yosh, 7-sinf o'quvchisi. Maktab o'quvchisi bo'lishiga qaramasdan, hozirda unda O'zbekiston chempionligi unvoni bor. Как дела? Ничего, спасибо, как настроение? Полина, почему именно академическая гребля, а не другой вид спорта, например, спортивная гимнастика? Я пробовала разные виды спорта, но академическая гребля мне понравилась больше всего. Я как-то решила попробовать, у меня все стало получаться, и мне это стало все больше и больше нравиться. И вот поэтому... Если ты учишься в 7 классе, ты еще очень маленькая, но у тебя есть уже достижение чемпионка Узбекистана. Вот мне интересно, в каком классе ты достигла чемпионства? Звание чемпионка Узбекистана я достигла в 6 классе 2025 года в месяце мая. Дома кто больше тебя поддерживает, мама или папа? Или оба тебя поддерживают? Или у них, как говорится, мнение насчет спорта другое? Поддерживают меня и папа, и мама одинаково, оба поддерживают, потому что они оба являются тренером. Odatda ota-ona qaysidir bir yo'nalishda muvaffaqiyatga erishsa, farzandlarini ham shu yo'nalishga yo'naltirishadi. Men aynan amaliyotda shu narsani ko'rib turibman. Polina hozirda O'zbekiston chempioni, uning aynan shu sportga bo'lgan muhabbatini, qiziqishlarini ota-onasi uyg'otgan, negaki ota-onasi ham akademik eshkak ish bo'yicha murabbiylar hisoblanadi. O'rtoqlar, faxr bilan ayta olaman, yonimdagi sportchi Anatoliy Krasnov akademik eshkak eshish sport turi bo'yicha chempion hisoblanadi va Mard o'g'lon davlat mukofoti sovrindori. Sirdaryo viloyatining shunaqa mard sportchilari bor. Men bu gapni takrorlashdan hech ham charchamayman. Anatoliy, как дела? Xudoga shukr, a'lo darajada yaxshi. Молодец, rahmat. O'zbek tilini mendan-da ravon, mendan-da chiroyli gapiryapsiz, qoyil. Shu O'zbekistonda yashagandan keyin vatan tili qanday bilmasdan bo'ladi. O'zbek tilida ravon va chiroyli gapirishlarini o'zidayoq bu insonni haqiqiy vatanparvar ekanligini bilish qiyin emas. Anatoliy, men uchun juda ham qiziq. Necha yildan beri akademik eshkak eshish sport turi bo'yicha shug'ullanasiz va qaysi davlatlarda, qanday darajadagi sport musobaqalarida bo'lgansiz? Erishgan yutuqlaringiz nimalardan iborat? Akademik eshkak eshish bilan уже 15 yildan oshiq shug'ullanib kelyapman. 2011-yil kelgandim. 2 yil deganda 2013-yil milliy terma jamoaga qo'shildim. 10 yildan oshiq milliy terma jamoada shug'ullanib keldim. Hozir men trenerskiy deятельностьga o'tdim. Xudo xolasa o'zimda mendan yuqoriroq sportsmenlar chiqarish nasib qilsin. O'zimda shu sportda katta yutuqlarim. 4 karra Osiyo chempionatida birinchi o'rin oldim. Osiyo kuboklarida 3 marta birinchi o'rin bo'ldi. Osiyo o'yinlari 2018-yil Jakarta Palembangda bo'lib o'tgan Osiyo o'yinlarida kumush medal oldik. Shu orqali xudoga shukr davlat mukofotini ham oldik. Mard o'g'lonni. Agar sizga kattaroq gonorar evaziga boshqa davlat nomidan chiqish taklif etilsa, rozi bo'lasizmi yoki qolasizmi vatanda? Umuman siz uchun moddiy hayot muhimmi yoki sadoqat afzalmi? Yo'q, men o'rtoqlarim даже aytadi, green card o'ynagin, Amerikaga ketasan. Yo'q, lekin xudoga shukr, ona vatanim shu yerda o'zida hamma narsaga erishish imkoniyatlari bor. Hozir kunlarda prezident tomonidan yomon katta e'tibor berilyapti sportga. Hamma narsani shu yerda ham erishsa bo'ladi deb o'ylayman men. Shunday insonlar bor, qaysi davlatda yoki qayerda o'zingni his qilsang, shu joy sen uchun vatan deyishadi. Anatoliy uchun qanday? O'zini baxtli his qilgan joymi yoki tug'ilib o'sgan joy?
На этот вопрос я отвечу. Эту страну, как бы, не заменю Узбекистан ни на какую, даже, допустим, мировом. Ну, любую страну взять, там нет такого гостеприимства, дружелюбия. Здесь у меня все, знакомые, друзья, родные, как говорят, тоже дома, и стены, как родные, и все. Chet-elga chiqqanimda o'zimni baribir bilib turib, или то, что bilib turganim uchunmi, uyga qaytishim uchun как бы kun sanalib, baribir uyga ketish tezroq shu Xudo xolasa yaxshi musobaqa qatnashish, vatanimiz bayrog'ini yuqoriga ko'tarish anusida bo'lamiz-ku, lekin baribir nimagadir nima bo'lsa ham vatanimga qaytgim keladi, baribir uyga baribir ota-onani ko'rib, yaqindagi o'rtoqlarni ko'rib ko'p shunaqa bo'lasida, to что chet elga chiqib uzoq muddat sborlar bo'ladi, bir oylab cho'ziladi. O'sha bir hafta 10 kun o'tganda o'sha kun sanashni boshlaymiz, musobaqa o'tsin, uyga qaytgimiz kelib ketadi. Akademik eshkak eshish sport turi bo'yicha yosh shogirdlar kelganda ularni eng avvalo qanday xususiyatlariga e'tiborni qaratasiz? Ularda nima mujassam bo'lishi kerak? Siz oldindan bilishingiz uchun aynan ular akademik eshkak eshish sport turi bo'yicha kelajakda yuqori marralarga erishishini. Bazaga hozir trenerskiga o'tganimda juda ham ko'p sportsmenlar, yosh sportsmenlar keladi. Bo'yi uzunlar, bo'yi kaltalar. Birinchi o'chirda biz disiplinani joyiga qo'yamiz. Har kun trenirkalarga kelib, keyin danlarga qaraymiz. Bo'yi uzun, baquvvatroq, chidamliroq, kuchliroq bo'lgani bilan bir payt shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Chirish-chuk baquvvat bola bo'ladi, lekin kichkina bolachalar yutib ketayotgan momentlar bor. U nimadan chiqib keladi? Ko'pinchalik disiplina joyida turadi, yoshroq, kichkinaroq bola bo'lsa. Mana ba'zi ekipajlarimiz bor, akademik eshkak ishda. 4-4 kishilik qayiqlarda yerda chirish-chuk bir-biriga sinxronность bo'lishi kerak, tushib ketish kerak. 8 kishilik bor. 8 ta suzadi, 9-chi boshqarib ketadi ekipajda. Bu katta mexanizm deganida desa bo'ladi. Bir-biriga shu darajada tushish kerak, e'tiborliroq bo'lib. Akademik eshkak eshish sport turi bo'yicha o'zbekistonlik sportchilarning eng katta raqibi qaysi davlat Markaziy Osiyoda? Markaziy Osiyoda Osiyoni O'zbekistonga teng keladigani yo'q deb o'ylayman. Mana misol Tojikiston konkurent qilmaydi, Turkmeniston konkurensiya bildirmaydi. Tojikiston aytdim, Qozog'iston onda-sonda finalga tushib qoladi, no pastayini O'zbekiston oldinda bo'ladi. Endi Markaziy Osiyodan chiqsak, ko'pinchalik O'zbekiston уже Xitoy bilan konkurensiyasi yaxshi, onda-sonda Yaponiyalar bilan ham aniqladi konkurensiya qiladi. Endi asosiy bizda Xitoyda konkurent qilamiz. Oxirgi marta Osiyo o'yinlarida o'zimizda O'zbekistondan akademik eshkak eshishdan Xitoydan yutdik mana. Men o'zim o'tirmaganim, o'zbekistonlik birga terma jamoada o'tirgan bolalar Xitoy uveren bo'lib chiquvdi. 4 kishilik qayiqda o'zbekistonlik sheriklarim Xitoyda ham oxirgi marta Osiyo o'yinlarida 2 ta ekipajini yutdik. O'zingizda kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Charchamayapsizmi? Bu yil akademik eshkak eshish sport turida faoliyatingizga necha yil to'ldi? Men akademik eshkak eshish sportiga bu yil Xudo xohlasa 12 yil bo'ladi. Men akademik eshkak eshish sportiga 14 yoshimda kelganman va bu yil 12 yil to'ldi. Akademik eshkak eshish sport turida muvaffaqiyatning eng katta va eng muhim omili nimada? Akademik eshkak eshishda muvaffaqiyatning eng katta omili bu intizom deb hisoblayman men. Intizomga o'z vaqtida uyg'onish, o'z vaqtida ovqatlanish, o'z vaqtida mashg'ulot jarayonlarida bo'lish va qatnashish va avvalo eng birinchi navbatda mashg'ulotlarni to'liq bajarish hisoblayman. Chunki mashg'ulotlarni to'liq bajarmasangiz va murabbiyni eshitmasangiz, siz muvaffaqiyatga erishishga qiynalasiz. Buni iloji yo'q deb hisoblayman.
hozirgi akademik eshkak eshish sport turi bo'lmasa, Luizani qaysi sport turida ko'rgan bo'lar edik? O'zimni boshqa sport turida tasavvur qila olmayman. Men o'zimni mana shu akademik eshkak eshish sportida topganman. Balkim boshqa sportni ham eplab ketgan bo'lardim, balkim yo'q. Lekin mana shu akademik eshkak eshish sporti meni har taraflama rivojlantirgan deb hisoblayman. Sportda qachon juda qattiq mag'rurlangansiz, hattoki sevingansiz desam to'g'riroq bo'ladi. 2024-yil hech kim ishonmagan bir paytda Diyora Keldiyora va Utabini mag'lub etganda, o'shanda juda qattiq xursand bo'lgan edim. Men sizga bir nechta insoniy hissiyotlarni nomini aytib o'taman. Siz aynan shu hissiyotlar orasidan sportga taalluqli hissiyotni tanlab olasiz, belgilaysiz. Buning uchun aynan sportga taalluqli ekanligini izohlab berasiz. Tayyormisiz? Qo'rquv, ishonch, sabr, g'azab, motivatsiya. Meni fikrimcha bu 5 chala hissiyot ham sport bilan bog'liq deb hisoblayman. Men o'z mana shu mashg'ulotlarim davomida 5 chala hissiyotni o'zimda jam qila olaman. Qo'rquvni masalan qanday qilib? Qo'rquv, Nimadan qo'rqish kerak sportchi? kibrlanib ketishdan qo'rqish kerak. Har doim ketma-ket g'alabalarning orqasidan sportchi kibrlanib ketsa, u bir kunmas bir kun yutqazadi. Sportchi asosiy nimaga ishonishi kerak? Avvalambor o'ziga ishonish kerak. O'ziga ishonch bo'lsa, u g'alabaga erisha oladi deb o'ylayman. Juda ham yaxshi sabr. Avvalambor sabr birinchi o'rinda deb hisoblayman. Chunki inson sabr qilsa har qanday narsaga erisha oladi. Ayniqsa sport hayotida sabr birinchi o'rinda. Sabr bilan harakat qilib, o'sha mashg'ulotlarga chidab bera olsa, men o'ylaymanki, musobaqada unga teng keladigan odam topilmaydi. G'azablanganmisiz, to'g'risini ayting. Juda ko'p. Nega? Chunki Eng qattiq g'azabingiz nimadan iborat bo'lgan? Juda ham qiziq. eng katta g'azabim sherigim bilan bo'lgan. Biz ko'p 2 kishilik qayiqlarda suzganmiz. Juda ko'p urushib qolardik. Bir-birimizdan juda ko'p g'azablanardik. Va shu g'azab ortida menda kuch paydo bo'ladi. Buni murabbiylarim ham bilardi. Ba'zida murabbiylarim ataylabda meni g'azablantirardi. Sen qila olmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi deb juda ko'p g'azablantirardi. Men shunda murabbiylarimga isbotlash uchun shu narsalarni uddalaganman. Inson o'ziga oshiqcha baho berishi yoki o'ziga haddan ziyod ishonishi bu muvaffaqiyatsizlikka olib keladi. Ayniqsa bu narsa sportda yaxshigina seziladi. Masalan, bir sportchini 10 kundan keyin sport musobaqalari bo'lsa, u o'ziga haddan ziyod ishonsa-da, mayli bugun tayyorlanmay qo'ya qolay, ertaga tayyorlanaman, baribir o'tgan yili yutgan sportsmenlarim bilan tushaman, bu yil ham ularni yutaman deydi va tayyorlanmaydi, tavakkalchilik qiladi. O'zi sportda tavakkalchilik qanchalik darajada to'g'ri, muhimmi yoki bu xavfmi? Hozirgi bergan savolingiz menga juda ham tanish holat. Xuddi siz aytgan voqea meni hayotimda uchragan. Shunday musobaqa bo'lgan. Yoshlik paytimda o'zimga juda ko'p ishonganman. Men shu qizni yutganman, hozir ham yuta olaman deb ba'zida mashg'ulotlarda chala qilgan paytlarim bo'lgan va ayni kerakli musobaqada men yutqazib qo'yganman. Bu bir dars bo'lgan menga, to'g'risini aytsam. Keyingi musobaqaga men tayyorlanganman. O'sha yutqizgan narsalarim ustida ishlaganman. O'zimga ortiqcha ishonchimni pasaytirganman. O'zimda qo'rquv paydo bo'lishni boshlagan. Men yana yutqazib qo'ysam-chi degan. U o'sha ortiqcha o'zimga ishonchni yo'qotganman va o'zim ustimda ishlaganman va o'sha keyingi musobaqada yutganman. Luiza men uchun juda ham qiziq. Sportga taalluqli filmlarda ham yoki bo'lmasam umuman sport musobaqalarida ham televizor orqali ko'ringanda shunday holatlarga ko'zim tushib qolgan. Aytaylikki, kechroq start olgan sportchi borib finishga eng birinchi bo'lib yetib kelganlarga ham ko'zimiz tushgan. Sizga beradigan savolim, aytaylik 15 daqiqalik musobaqada muvaffaqiyatning omili qaysi nuqta hisoblanadi? Aytaylik, start yoki o'rtaga kelganda yoki finish.
Albatta bu hammada har xil. Masalan, menda boshi tez, o'rtasida finish kuchli bo'lgan ko'p vaziyatlarda. Boshqa sheriklarimda esa boshi tez, finishi yomon bo'lgan bo'ladi. Akademik eshkagish sportida hal qiluvchi nuqta bu finish hisoblanadi. Finishda hamma narsa bo'lishi mumkin bizda. Birinchi o'rinda ketayotgan joyingizdan 6-o'ringa tushib qolgan vaqtlar ham bo'lgan. Ayniqsa menda bir ketayotgan joyimizda 2-3 bo'lib qolganmiz. Ba'zida esa 4 ketayotgan joyimizda 2-o'ringa ko'tarilib qolganmiz finish zonalarida. Nimaga alohida e'tibor berish kerak bunda? Men uchun startdan oldin chiqib, raqiblarni kuzatib borish bo'lgan. Birinchi o'rinda startdan qochardim va ikkinchi o'rindagi raqibimni kuzatib, uni taktikasini qo'llardim. Masalan, qo'shsa men ham qo'shishga harakat qilardim, tashlasa o'zimni tezligimni ushlab ketardim. Men harakat qilardim ko'proq masofaga qochib ketishga, ko'proq masofa olib kelib raqiblarimga shans bermaslikka harakat qilardim. Bu ham bitta manevr ekanda, sport manevri ekanda. Juda ham yaxshi. Akademik eshkak eshish sport musobaqalarida sportchilar, juftlik sportchilar bir-birini psixologik, ruhiy his qilishi juda ham muhim. Negaki, qayiqda harakatlanib, ikki sportchi bir-birini sinxron takrorlashlari kerak, qaytarishlari kerak. Sizlarning ustozlaringiz sizlar bilan jismoniy mashqlarni olib borayotganda, sizlar bilan ruhiy, aytaylik, psixologiyalaringni mustahkamlash borasida ham qandaydir bir metodikalar o'rgatiladimi? Albatta o'rgatiladi. Agar sheriklar bir-birini tushunmasa, bir-biri bilan murosa qila olmasa, u qayiq yurmaydi. Bizga murabbiylarimiz har taraflama dars o'tadi. Ham mashg'ulotlarda, ham psixologik taraflama o'rgatiladi. Bizda sportda eng avvalambor sheriklar bir-birini tushunishi lozim. Agar sheriklar bir-birini tushunmasa, u qayiq hech qachon yurmaydi. U qayiq yuta olmaydi. Sizningcha sportchini eng ko'p nima zaiflashtiradi? A. Ketma-ket g'alabalar, B. o'ziga ortiqcha ishonch, C. bugungi ishni ertaga qo'yish. Albatta bu savolingizga o'ylanmay javob beraman. Sportchini bugungi ishni ertaga qo'yish deb o'ylayman. Chunki bugungi mashg'ulotni ertaga qilsam bo'ladi-ku degan fikr bu juda ham xato. Har bitta mashg'ulot har bir kunga bog'liq. Bugungi mashg'ulot ertangi kunni kuchaytirib beradi. Ertangi mashg'ulot undan keyingi mashg'ulotlarni kuchaytirib beradi. Shuning uchun har bitta narsani o'z vaqtida qilish kerak deb hisoblayman. Sportda mag'lubiyat nimani anglatishi kerak? A. Qayta tayyorgarlik va kuchni oshirish, B. boshqa sport turini tanlash, C. vaqtincha pauza qilish. Mag'lubiyat bu ko'p narsani hal qilib qo'yish mumkin. Psixologiyasi kuchli bo'lmagan sportchilar bo'ldi, menga kerak emas, men yutqazdim deb sportdan ketib borishlari ham mumkin. Bu xato. Yo'q, men unday deb o'ylamayman. O'z ustida ishlab, men yuta olaman deb harakat qilish kerak har bitta sportchi. Ana o'shandagina yutuqqa erisha oladi. Aytaylik, 20 yil orqaga qaytish imkoniyati paydo bo'ldi va sizda shunday imkoniyat bor. Shu yillar davomida yo'qotgan eng qadrli narsangizni qaytarish imkoniyati bo'lsa sizda, nimani qaytargan bo'lardingiz? Sir bo'lmasa albatta. Bolalikda bir kunga qaytgan bo'lar edim. O'sha g'am tashvishsiz hayot, quvnoq o'yin kulgularga boy hayotni xohlardim. Ota-onam bilan ko'proq vaqt o'tkazgan bo'lar edim. Ota-onamga boshqa munosabatda bo'lgan bo'lar edim. Ularga ko'proq mehr bergan bo'lar edim va albatta yaqinlarimni qadriga yetgan bo'lar edim va yana akademik eshkak eshish sportini tanlagan bo'lardim. Akademik eshkak eshish sport turi bo'yicha O'zbekistonda yetishib kelayotgan sportchilar juda ham ko'p. O'z navbatida esa sizlarni Azimov Amirxon bilan tanishtiraman. 8-sinf bo'lishiga qaramasdan 2 marta 2-o'rin, 1 marta 3-o'rinni O'zbekiston miqyosida qo'lga kiritgan. Amirxon, kayfiyatlar qalay? Tayyormisiz savol-javobga?
Juda ham yaxshi. Bu sport turiga sizda kim qiziqish uyg'otgan? Otangiz, onangiz yo oilangizning boshqa vakillari? Shuningdek, shug'ullangan faoliyatingiz aytaylik 1 yil, 2 yil yo 5 yil davomida qanday muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritdingiz? Men 2 yildan beri shu sport turiga qatnayman va men shu sportga menga qiziqtirgan odam bu akam bo'ladi. Chunki akamga qiziqib kelganman va 2 yil ichida 2ta ikkinchi o'rin va bitta uchinchi o'rinni olganman. O'zbekiston chempionatida 2 marta ikkinchi o'rinni olganman, 1 marta uchinchi o'rinni olganman. O'z ustimda shug'ullanib, jahon chempionatida Xudo xohlasa birinchi o'rinni olmoqchiman. Har bir insonni bolaligidan doimiy taqlid qiladigan va kuzatadigan bir yulduzi bo'ladi, bir insoni bo'ladi. U qo'shiqchi bo'lishi mumkin, aktyor bo'lishi mumkin, sportchi bo'lishi mumkin. Amirxon kimni o'ziga bir afsona deb biladi, aynan sport yo'nalishi bo'yicha. Qaysi sport turi bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q. Men afsona deb biladigan sportchi Mike Tyson deb o'ylayman. Chunki u ko'p marotaba yutgan va yutib kelgan. Hozir sport tashlagan, ammo u baribir ham afsona. O'zbekistonning yosh yana bir sportchisi Shohista. Kayfiyatlar qalay? Ishlar yaxshimi? Charchamayapsizmi? Shohista o'zingizni bitta tanishtiring. Ismingiz, familiyangiz, necha yildan beri shu sport turi bilan shug'ullanasiz va erishgan asosiy yutuqlaringiz? Men Rahmonqulova Shohista shu sport turida 3 yildan buyon qatnashib kelaman. Shu yerga kelganimda murabbiyim bizni ko'rib qolishgan, keyin shu sport turiga qiziqtirishgan. Keyin men ham qiziqib sinab ko'rish uchun kelganman. Keyin shu bo'yicha shundan keyin qiziqish juda ham ortgan. Va men musobaqalarga chiqdim. Faxrli o'rinlarni olib keldim. Shundan keyin o'zimga bo'lgan ishonchim bu sportga bo'lgan qiziqishim yana ham ko'tarilgan. Shohista, siz bilan interaktiv o'yin o'ynaymiz. Men ayrim insoniy fazilatlarni nomini sanab o'taman. Siz shu fazilatlarga taqqoslab biron bir insonlarni aytasiz. Mehr, Ona, oqibat, ota, kuch, buyuk To'maris, aql, Alisher Navoiy, muhabbat, vatanga muhabbat, serg'ayratlik. murabbiyim Anatoliy Viktorovich. Rahmat kattakon.